Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi darsimizda sizlar bilan oyoq panjasi bo'g'imlari, artikulatsiyanis pedis haqida gaplashamiz. Demak, oyoq panjasidagi bo'g'imlar yurish harakatlarini ta'minlovchi yaxlit bitta funksional birlikni hosil qiladi. Ya'ni yurish harakatlari paytida tananing barcha og'irligi aynan mana shu bo'g'imlarga tushadi va ular birgalikda ish bajarib, tananing og'irligini ko'taradi hamda yurish harakatlarini bajaradi. Oyoq panjasidagi bo'g'imlar quyidagilar. Birinchi bo'g'im artikulatsiya talocruralis, ya'ni oshiq suyagi hamda ossa cruris. Katta hamda kichik boldir suyaklari birgalikda ossa cruris deyiladi. Aynan katta hamda kichik boldirning ostida joylashgan facies articularis inferior yuzasi hamda talus suyagini g'altaksimon bo'g'im yuzalari orasida, demak, artikulatsiya talocruralis bo'g'imi hosil bo'ladi. Keyingi bo'g'im oshiq suyagi hamda uning ostida joylashgan tovon suyagi calcaneus, os calcaneus orasida hosil bo'luvchi artikulatsiya talocalcanea bo'g'imi yoki artikulatsiya subtalaris bo'g'imi. Subtalaris degani mana bu oshiq suyagini ostida hosil bo'layotgan bo'g'im bo'lganligi uchun artikulatsiya subtalaris ham deb atashimiz mumkin. Keyingi bo'g'im tovon suyagi hamda ko'psimon suyak orasida hosil bo'ladigan artikulatsiya calcanecuboidea bo'g'imi. Oshiq suyagi hamda qayiqsimon suyak orasida hosil bo'ladigan artikulatsiya talonaviculari bo'g'imi. Demak, qayiqsimon suyak hamda ko'psimon suyak orasida hosil bo'ladigan artikulatsiya cubonaviculari yoki naviculocuboidea. Xo'p, qayiqsimon suyak va ponasimon suyaklar orasida hosil bo'ladigan bo'g'im artikulatsiya cuneonavicularis. Va aynan mana shu lateral ponasimon suyak hamda ko'psimon suyak orasida hosil bo'ladigan artikulatsiya, demak, cuneocuboidea. Ponasimon suyaklarni o'zini orasida hosil bo'ladigan artikulatsiya intercuneiforme bo'g'imlari. Xo'p. Mana bu suyaklar, demak, kaft ust suyaklari, ya'ni ossa tarzi. Bu yerda endi oyoq kaft suyaklari mavjud. Mana shu ikki suyak orasida bizda artikulatsiya tarsometatarsalis hosil bo'ladi. Xo'p, mana bu kaft suyaklari orasida o'zaro, demak, artikulatsiyanis intermetatarsalis bo'g'imi. Va kaft suyaklarining distal uchlari hamda barmoq falangalarini, aynan proksimal barmoq falangasini bazis asos qismi orasida hosil bo'ladigan artikulatsiya metatarsofalangea bo'g'imlari va barmoq falangalarining orasida hosil bo'ladigan bo'g'imlar artikulatsiyanis interfalangea bo'g'imlari mavjud bo'ladi. Endi har bir bo'g'imni alohida ko'rib, ularni mustahkamlovchi boylamlarini va qo'shimcha bo'g'im komponentlarini ko'rib ketamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan bo'g'imimiz artikulatsiya talocruralis, ya'ni oshiq boldir bo'g'imi. Ushbu bo'g'im murakkab bo'g'im hisoblanadi, chunki bo'g'im hosil qiluvchi suyaklar soni 3 ta. Bular katta boldir suyagi, kichik boldir suyagi hamda oshiq suyagi. Bo'g'im shakli, demak, bizda g'altaksimon. Artikulatsiyanis trochlearis, ya'ni g'altaksimon trochlear bo'g'im hisoblanadi. Xo'p, bo'g'imni boshi, demak, oshiq suyagida bo'ladi. Oshiq suyagini, demak, mana bu qismida trochlear bo'g'im yuzasi mavjud. Facies articularis superior. Facies articularis superior mana bu yerda katta boldir suyagini distal uchida joylashgan facies articularis inferior bilan bo'g'im hosil qiladi. Xo'p, oshiq suyagining ikki yon tarafida medial hamda lateral to'piq bo'g'im yuzalari mavjud. Bunisi facies articularis malleolaris medialis,
facies articularis, malleolaris, lateralis bo'g'im yuzalari. Aynan shu bo'g'im yuzalariga mos ravishda medial to'piqda facies articularis, malleoli medialis hamda kichik boldirda joylashgan lateral to'piqda facies articularis, malleoli lateralis bo'g'im yuzalari mavjud bo'ladi va mana shu 3 ta bo'g'im yuzalari orasida yaxlit bitta bo'g'im hosil bo'ladi. Bo'g'imning ustidan bo'g'im kapsulasi demak halqa ko'rinishida bo'g'im yuzalarini qoplab oladi. Bo'g'imni qoplab olgandan so'ng demak bo'g'im ustidan o'ziga xos bo'lgan boylamlar vositasida mustahkamlanadi. Boylamlar quyidagilar. Birinchi boylamlar bular yonlama boylamlar, ya'ni kollateral boylamlar. Birinchisi medial kollateral boylam. Ligamentum collateralis medialis yoki ligamentum deltoideum. Ya'ni deltasimon boylam. Ushbu boylam demak uchburchak shaklida bo'ladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, uchburchak shaklida. Xo'p, va ushbu boylamni 4 ta qismi mavjud bo'ladi. Bu qismlar quyidagilar. Birinchi qismi pars tibiotalaris anterior. Ya'ni tibiotalaris anterior. Mana shu boylam hisoblanadi. Oldinga joylashgan katta boldir hamda oshiq suyagi orasidagi boylam qismi. Orqa tarafda esa aynan shuni posterior mavjud. Pars tibiotalaris posterior. Keyingi qismi pars tibio-naviculari qismi mavjud. Aynan mana shu qismi. Va demak pars tibio-calcanea, ya'ni aynan mana bu sustentaculum tali qismiga qarab tortilgan bo'ladi. Bu tovon suyagidagi demak oshiq suyagini ko'tarib turuvchi qismi edi. Aynan shu yerga kelib birikadi pars talio-calcanea qismi. Bu ligamentum deltoideum. 4 ta qismi mavjud dedik. Ya'ni oldinda demak tibia talaris anterior, orqada tibia talaris posterior, demak tibia naviculari, ya'ni katta boldir hamda qayqismon suyaklar orasidagi qismi va tibia calcanea qismlari. Bu deltoid boylam. Lateral collateral boylam esa ligamentum laterali 3 qismdan iborat bo'ladi. 3 ta alohida boylamdan tashkil topadi bular. Birinchisi ligamentum taliofibulari anterius, ya'ni kichik boldir suyagi hamda oshiq suyagi orasida tortilgan oldingi boylam. Aynan shuni orqada ham mavjud, ya'ni ligamentum taliofibulari posterior. Va mana bu yonda ligamentum calcanofibulari qismi mavjud. Umumiy hisobda 3 ta qismi, oldingi, orqa taliofibular boylam hamda yon tarafda ligamentum calcanofibulari boylami mavjud bo'ladi. Bular lateral kollateral boylam. Xo'p, bo'g'im harakatlari demak ikki xil bo'ladi. Ya'ni bukish yozish frontal o'q bo'yicha fleksio ekstensiyo harakatlari va sagital o'q bo'yicha demak inversiyo hamda eversiyo harakatlari. Inversiyo demak bizda ichkariga, eversiyo tashqariga qarab oyoqning burilishi. Keyingi bo'g'im articulatsiya subtalaris yoki articulatsiya talio-calcanea bo'g'imi hisoblanadi. Ushbu bo'g'im quyidagi bo'g'im yuzalaridan hosil bo'lgan. Bo'g'im chuqurchasi oshiq suyagini orqa tovon yuzasi, ya'ni facies articularis calcanea posterior bo'g'im chuqurchasi bo'lsa, bo'g'im boshchasi esa
aynan tovon suyagida demak facies articularis talaris posterior bo'g'im yuzasi mavjud bo'ladi. Aynan mana shu bo'g'im boshchasi sifatida demak articulationis subtalaris bo'g'imlarni hosil qiladi. Xo'p, ushbu bo'g'im shakl jihatdan demak silindrsimon bo'g'im hisoblanadi. Demak bo'g'im turi oddiy bo'g'im turi hisoblanadi. Ya'ni ikkita suyak bo'g'im yuzalari orasida hosil bo'ladi. Xo'p, bo'g'imni ustidan qoplab turuvchi o'ziga xos 3 ta bog'lanma mavjud. Boylamlar quyidagilar. Ligamentum talia-calcanea. Ligamentum talia-calcanea demak posterior et medialis. Mana bu yerda demak mana bunisi posterior, ya'ni ayrim tutamlari posterior va bunisi esa medialis. Mana bu yerda ko'rgandagi processus posterior, processus medialis deb. Va mana bu yerda ligamentum talia-calcaneum interosseum, ya'ni suyaklar orasida va mana bu yerda lateral talia-calcaneal boylam, ya'ni ligamentum talia-calcaneus lateralis joylashgan. Xo'p, umuman aytadigan bo'lsak, ligamentum talia-calcaneum posterior keyingi ko'rib chiqadigan bo'g'imimiz oshiq, tovon hamda qayiqsimon suyaklar orasida hosil bo'luvchi bitta bo'g'im articulatio talio-calcanenaviculari bo'g'imini ko'rib chiqamiz. Ushbu bo'g'imni hosil qiluvchi bo'g'im chuqurchasi hamda bo'g'im boshi quyidagilar. Demak, bo'g'im boshi oshiq suyagini boshi, ya'ni caput talli va tovon suyagini facies articularis talaris anterior hamda facies articularis talaris media yuzalari hisoblanadi. Bo'g'im chuqurchalari esa oshiq suyagini facies articularis navicularis va oski yuzasida joylashgan mana facies articularis navicularis, facies articularis calcanea anterior bo'g'im yuzasi va facies articularis calcanea media bo'g'im yuzasi bizda bo'g'im chuqurchasi hisoblanadi. Undan tashqari demak mana bu yerda os navicularida disk mavjud, ya'ni qo'shimcha struktura sifatida fibroz tog'ay. Bu demak bo'g'im chuqurchasini kengaytirib beradi. Bu esa aynan talusi boshini bemalol qayiqsimon suyak bilan bo'g'im hosil qilishiga imkon yaratadi. Ushbu bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlar mavjud. Xo'p, bu boylamlar quyidagilar. Birinchi boylam ligamentum talio-naviculari, ya'ni oshiq suyagi hamda qayiqsimon suyak orasida tortilgan boylam ligamentum talio-naviculari. Xo'p, keyingi boylam ligamentum calcanenaviculari plantari, ya'ni tovon suyagidan qayiqsimon suyakka tortilgan boylam ligamentum calcanenaviculari plantari. Mana plantari yuzadan ko'rib turibmiz. Va dorsal yuzada ham aynan demak calcanenavicular boylam mavjud. Buni chizib ko'rsataman. Ligamentum calcanenaviculari dorsali boylam. Keyingi bo'g'im articulatio calcanecuboidea, ya'ni tovon suyagi hamda kubsimon suyak orasida hosil bo'lgan bo'g'im. Ushbu bo'g'im amfiartroz bo'g'im hisoblanadi. Ya'ni harakat cheklangan bo'ladi bu bo'g'imda. Bo'g'imni hosil qiluvchi bo'g'im boshi tovon suyagini kubsimon bo'g'im yuzasi, ya'ni facies articularis cuboidea va bo'g'im chuqurchasi unga mos ravishda kubsimon suyakdagi tovon bo'g'im yuzasi facies articularis
kalkaneya bo'g'im yuzalari orasida hosil bo'ladi. Ushbu bo'g'imni demak mustahkamlovchi boylamlar mavjud. Ligamentum calcaneocubaidea dorsale hamda ligamentum calcaneocubaidea palmare. Mana buni ostida aynan mana shu boylam bizda mustahkamlovchi boylam hisoblanadi. Endi sizlar bilan ossa tarzi, ya'ni kaft suyaklari orasida hosil bo'ladigan qolgan kichik bo'g'imlar haqida gaplashamiz. Birinchi bo'g'im articulatio cuneo-navicularis, ya'ni ponosmon suyaklar hamda qayiqsimon suyak orasida hosil bo'lgan bo'g'im. Ushbu bo'g'im murakkab bo'g'im hisoblanadi, ya'ni bo'g'im hosil qiluvchi suyaklar ikkitadan ko'p, ya'ni 4 ta. Va bo'g'im shakl jihatdan yassi bo'g'imlar guruhiga kiradi. Bo'g'im harakati cheklangan. Bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlari quyidagilar: ligamentum cuneo-naviculari dorsale et plantare. Keyingi bo'g'im mana shu ponosmon suyaklarni orasida hosil bo'lgan bo'g'imlar, ya'ni articulationis intercuneiforme bo'g'imlar. Ushbu bo'g'imlar ham bo'g'im oddiy bo'g'im va bo'g'imning shakli yassi bo'ladi. Bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlar: ligamentum intercuneiforme demak dorsale, plantare hamda demak interosseus boylamlari mavjud bo'ladi, ya'ni suyaklar orasida tortilgan boylam ham mavjud. Keyingi bo'g'im ko'psimon suyak hamda lateral ponosmon suyak orasida hosil bo'lgan bo'g'im articulatio cuneo-cuboidea bo'g'imi hisoblanadi. Ushbu bo'g'im oddiy bo'g'im, demak bo'g'im shakli yassi buni ham. Bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlari ligamentum cuneo-cuboidea dorsale et palmare boylamlari. Bu yerda ham interossiya boylamlari mavjud suyaklar orasida. Cuneo-cuboidea interossiya boylami ham mavjud bo'ladi. Keyingi bo'g'im kaft usti suyaklari ossa tarzi hamda kaft suyaklari ossa metatarzi orasida hosil bo'luvchi bo'g'im articulationis tarzi metatarzale bo'g'imi hisoblanadi. Ushbu bo'g'im oddiy bo'g'im guruhiga kiradi. Shakl jihatdan yassi bo'ladi, harakatlar cheklangan. Bo'g'imni hosil qiluvchi bo'g'im yuzalari quyidagilar: birinchidan 3-gacha bo'lgan kaft suyaklari medial, intermedia hamda lateral ponosmon suyaklar bilan bo'g'im hosil qiladi. Bular birinchidan 3-gacha bo'lgan tarzi metatarzal bo'g'imlar. 4 hamda 5 kaft suyaklari esa os cuboideumni bo'g'im yuzasi bilan 4-5 kaft suyaklarini, ya'ni proksimal uchlari, ya'ni bazis qismi orasida bizda 4-5 tarzi metatarzal bo'g'im hosil bo'ladi. Ushbu bo'g'imlarni mustahkamlovchi boylamlar quyidagilar: ligamentum tarzi metatarzalis dorsalis et plantaris, ya'ni dorsal hamda plantar yuzada tortilgan boylamlar. Keyingi bo'g'im aniqrog'i aynan mana shu kaft suyaklarini orasida hosil bo'lgan articulationis intermetatarzalis bo'g'imi hisoblanadi. Ushbu bo'g'im demak yassi bo'g'imlar guruhiga kiradi va bo'g'im harakati cheklangan bo'ladi. Bo'g'imni mustahkamlovchi boylamlar
ligamentum metatarsali dorsali et plantaria bo'ylamlari mavjud bo'ladi. Ushbu bo'g'imni mustahkamlovchi. Keyingi bo'g'im kaft suyaklarining distal uchlari va proksimal barmoq falangalari, phalanx proximalislar orasida hosil bo'ladi. Articulationis metatarsofalangeya bo'g'imlar hosil bo'ladi. Xo'p, ushbu bo'g'im aytdik, qaysi suyaklarning qaysi qismi orasida hosil bo'lishini, ya'ni proksimal barmoq falangalarini bazis qismlari, bizda bo'g'im chuqurchasi, mana bu yerda kaft suyaklarining distal uchlari esa bo'g'im boshi funksiyasini bajaradi. Xo'p, ushbu bo'g'imni mustahkamlovchi bo'ylamlar quyidagilar. Os yuzadan ligamentum plantaria shu tarzda tortilgan bo'ylamlar. Xo'p, va ligamentum collaterali, ya'ni yonlama bo'ylamlar. Shu bilan birgalikda ligamentum metatarsali transversum profundum demak bo'ylam ham mavjud. Mana shu tarzda tortilgan. Buni qo'lda ham ko'rgandik, aynan shu tarzda tortilgan. Bu ham kaft suyaklarini stabilligini ta'minlaydi va barmoq suyaklarini bir-biridan uzoqlashib ketishini oldini oladi. Keyingi bo'g'imlar barmoq falangalari orasida hosil bo'ladi. Demak, articulationis interphalangeus proximalis et distalis bo'g'imlar hosil bo'ladi. Mana bo'ylamlarni olib turadigan bo'lsak, hosil bo'ladi. Birinchi barmoq suyagida demak medial barmoq falangasi bo'lmaganligi uchun faqatgina bitta interfalangeal bo'g'im hosil bo'ladi. Ushbu bo'g'imlarni mustahkamlovchi bo'ylamlar ham xuddi shunaqa, ya'ni ligamentum plantaria et collaterali bo'ylamlar.